Shoshilinch xabar. Ogoh bo'ling. Aeroportda portlash. Toshkentdan reyslar bekor qilindi. Londondagi Heathrow aeroporti yaqinidagi elektr stansiyasi portlab, yong'in yuz berganligi sababli vaqtincha yopildi. Bu haqda Sky News xabar berdi. Aeroport ma'muriyati yaqin kunlarda jiddiy uzilishlar bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Shuningdek, yo'lovchilarga rasman qayta ochilgani e'lon qilinmaguncha aeroportga kelmaslik tavsiya etilgan. Sky News ma'lumotlariga ko'ra, yong'in aeroportda 2,4 kilometr uzoqlikda sodir bo'lgan. Bir necha mingta binoda elektr ta'minoti uzilgan. Yong'inni o'chirishda 10 ta texnika va 70 ga yaqin o't o'chiruvchi jalb qilingan. Taxminan 150 kishi evakuatsiya qilingan. Heathrowga qo'nayotgan 120 dan ortiq samolyot yo'nalishini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Ushbu aeroport Yevropaning eng yirik havo bandargohi hisoblanadi. Hozirda elektr ta'minotisiz qolgan son 16 ming kishiga yetgan Heathrow aeroporti vakili ushbu yong'in oqibatida aeroportda elektr energiyasining jiddiy uzilishi yuz berganligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQShning Kolorado shtatidagi Denver aeroportida 172 nafar yo'lovchisi bor American Airlines aviakompaniyasiga tegishli yo'lovchi samolyoti yonib ketganda, yo'lovchilar va 6 nafar ekipaj a'zosi muvaffaqiyatli evakuatsiya qilinib, aeroport binosiga olib o'tilgan.